Siz kimdandir, misol uchun $100 oldingizmi, $100 qaytarasiz. 1 million oldingizmi, 1 million qaytarasiz. Lekin bizga shunaqa narsa bor, bilasizlar. Islomda shunaqa narsa bor. Siz qaysi pul shaklida olsangiz, shu pulga qaytarishingiz kerak. Tushunarlimi? Qarzni qaysi vaqtda kurs o'zgaradigan farqi yo'q. Misol uchun siz 1 million oldingiz, 6 oydan keyin qaytarasiz. 1 million $80 tushib qoldi deylik, $60 ga. Ha? Siz 1 million so'm qaytarasiz, bilasizmi? Ayrilmaydi, kurs o'zgardi, boshqa yo'q. Endi qaranglar. Lekin qarzdor o'z fikridan kelib chiqib, kreditorning bevosita xarajatini qoplash maqsadida kreditning asosiy miqdor qo'shimcha to'lovini amalga oshirish huquqiga ega. Bu nima degani? Siz misol uchun sartaroshxona qiraman dedingiz, sizga Islomiy bank 10 million pul berdi, qarz hasan. Ishingiz yaxshi bo'lib ketdi, yaxshi daromad oldingiz. Unga mukofot sifatida bankka ozroq pul berishingiz mumkin. Xohlaganingizcha, endi qanchadir pul berishingiz mumkin. Mana seni pulingni ishlatdim, bir baraka topdim. Va shuning uchun mana shu pulni beraman deb qanchadir misol uchun deylik 200 mingmi, 500 mingmi qanchadir pul bersangiz bo'ladi. Chunki uni seni ham xarajating bo'ladi, tushunarlimi? Lekin bu majbur emas.